Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan Leysta betonomeshalka, Apolovka karetalar narxini yoritib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani Kamateri qishlog'idan bo'lyapti. Kimga shunaqangi arzon narxlarda eng birinchi qo'ldan qurilish anjomlari, uskunalari kerak bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Lokatsiyasini Bozor va biznes Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Kelib ko'rib, sifatini tekshirib, tevadan tashlaysizlarmi, ikkinchi etajdan tashlaysizlarmi, ma'qul kelsa zakaz berasizlar. Ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Ustaga tuzumisiz, qo'lingizdan ko'rmasin, xalq xizmatida charchamay. Xo'sh, ustaga, sizda birinchi leyslarni yoritib beramiz. Necha xil leysangiz bor? Asosan hozir 2 xil leysamiz bor. 1 metr, 2 metrli. 1 metr, 2 metrli. Ha, buni balandligi 2 metr. Balandligi 2 metr bo'ladi. 95. Eniga 90, ya'ni vodiy standart 95. Vodiy standart. Uzunligi? Uzunligi 1.90. 1.90. Ha, materiallari qanaqa qilinyapti? Materiali birinchi sort, yangi turba. 1.7 tenga bo'ladi. Ya'ni mana bunisi hammasi 1.7. Tevadagi paddoni? Paddonni lisi konteynerda tomlisi bo'ladi. Ikkilikda, endi asosan eng qalin joyi o'sha joy. Ha, bunisi 2,5 ga 4lik, ha? 2,5 ga 4, u ham 1.7 tenga. 1.7. Plankasi 6lik bo'ladi. 6lik bo'ladi, ya'ni eng qalin bo'ladi. Xo'sh, ustaga hozirgi kunda mana shu 2 metrlik leysamiz qancha sotilyapti? Hozir buni 690 ming qilib beramiz. 690 ming so'm bir komplekt. Qadrdonlar, bir komplekt deganda mana shu narsa tushuniladi. Ikkita kashagi. Ha, ikkita oyoq, ikkita kashak, bitta paddoni. Hali kimlardir tushunadigan, bir komplekt esa 10 tani tushunadi. Yo'q, bir komplekt degani mana shu narsa, bir donasi 690 ming so'mdan. 1 metrligicha. 1 metrlik narxi 550 ming so'm qilib beramiz. 550 ming so'm. Ha, 550 ming so'm. E'tibor berasizlar, ikkala tomonda ham X kashak bo'ladi. Ba'zi bir joylarda faqat bitta tomonda X kashak, bitta tomonda kashak bo'lmaydi. Bu akalarimizda ikkala tomonda ham X kashagi bor ekan, 550 ming so'm. 550 ming. Agar yo'q, menga paddonsiz kerak, o'zim taxtadan tayyorlab olaman desa, qanchadan qilib berasiz? Paddonini 220 ming so'm paddoniga yeb tashaveramiz. Ha, 220, ya'ni bitta paddon 220 ming so'm chiqadi. 220 ming so'm chiqadi. 220 ming so'm. Ha, 230 ming qoladi. 230 ming so'm. Tushunarli. Xolasa bez paddon olsin, xolasa komplekt paddoni bilan olsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qadrdonlar, endi masalan shu leysani olib turib, o'zingiz xonadoningizga ishlatishingiz mumkin. 5-6 ta olib turib qurilish qilyap turgan bo'lsangiz, bo'lmasa bir mana bundan 20 komplekt, bundan 10 komplekt olsa, arendaga bergani. Arendaga chiqarib qo'ysa, bir kunda 5 mingdan 4 ming, 5 ming o'rtacha. Bir komplektidan shunaqa qoladi. Qolaveradi. Masalan, 30 komplekt chiqaradigan bo'lsangiz, 150 ming so'm foyda qoladi. Shunaqa, bir kunda 150 ming so'm. Bir kunda 150 ming so'm foyda qoladi ekan. Endi ag'ini o'zlaringiz hisob qolaverasizlar, qadrdonlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sotuvda bor-a, ustaga? Ha, sotuvda bor. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavka agar vodiy bo'ylab 20 komplekt olinsa, qilib beriladi. 20 komplekt olinsa, dastavkasini ichida qilib beraveramiz uchun. Bozor va biznes kanalidan chiqdim desizlar, 20 komplekt olsalar, vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin ekan. Toshkent vohaga ozgina yo'l kirasi qo'shilib qoladi, shunday xudo xolasa. Qadrdonlar, endi Apolovkalar narxini yoritib beramiz.